Jamoamiz bilan Toshkent viloyat hokimligini binosini ko'rish uchun ketyapmiz. Shu menga davlat tilida ish yuritish yod qoldi. U juda zo'r narsa lekin. İşte yuritadigan onam. Ha, hozir ba'zi Qarang, bitta savolim borda, mutaxassisku. Mana biz Yevropa davlatlarida ham mana shunaqa loyihalarni ko'ramizda, lekin tablichkada o'sha bino nima maqsadda mo'ljallangan, kelajakda nima bo'lishi yoziladi. Kichkina tablichkalar bor. Nimaga bu yoqda ko'rsatilmagan narsa? Bu Toshkent viloyati Nurafshon shahar proyektori 7 yilga mo'ljallangan ekan. Qaysi biri? Mana bu qurilgani amalda hozir, viloyat prokuraturasi. Toshkent viloyat prokuraturasimi? Bu Toshkent viloyat prokuraturasi hozir amalda ekan. Mutaxassis 7 yillik loyiha deyaptilar. Qo'shilib bo'lamiz mana shu. O'zi bitgani qachon bo'lsa bo'ladi. Yapma.